Men Qahurov Jamil Jabborovich 65 yoshga kirdim. Shu paxta terish mavsumining boshidan 22 kundan buyon ishtirok etaman. Har kuni men 150-130 kilogram paxta teraman. Yoshimdan qaramanglar, men Allohga shukr olib go'zbalaman, teraman men paxta. Ana paxta tergan paxtalarim hozir 6 milliondan oshdi. O'yinni remont qilaman bu paxtalar puldan. Endi hammalarni bu mavsumga taklif qilaman. Paxta yig'im terimiga mahallamiz kelib taklif qildilar paxtaga. Men o'sha kundan 9-sentyabrdan paxta yig'im terimiga bosh-qosh bo'lib keldim. O'shandan buyon ana ish qilib 200, 180, 150, kecha 40, 140 terdim. Kunlik pulni berib o'tiribdi. Bu dehqonlarni bir yillik qilgan mehnatini zo'y ketkazmasdan mana shu paxta yig'im terimiga ham yurt shaharliklarimiz taklif qilaman. 7 millionga qarib pul yig'ib qo'ydim. Xonabor olmoqchiman. Nasib bo'lsa yana yilda ham boshdan oxirigacha paxta teraman. 20-mahalladan kelib paxta teryapman. Ishdan bo'sh vaqtimga sezon ishimiz tugadi, kelib paxta teryapman. 56 yoshdaman. Paxta dalasiga sharoitlar zo'r. Kuniga 100 dan ortiq teryapmiz. Kuniga 250-200 olib boramiz. Bugun 3-o'ringa mikrovalnovka sovg'a qilishdi. O'zi mikrovalnovka olmoqchi edim. Xudoga shukr, Xudo yetkazdi.